Ya'ni boshladi-ya. Endi have got bilan have got has got bilan have hasni farqi. Birinchi navbatda have got ya'ni British English deymiz. Has got esa ya'ni have hasni o'zi esa American English hisoblanadi. I have, he has, she has, it has, we have, you have, they have ishlatamiz. Ko'ryapsizmi? Bu yerda faqatgina got so'zini ishlatmaymiz. Bashta bir xil darak shakli, ammo lekin so'roq va inkor shakli boshqa hisoblanadi. Misol uchun I have a book, Menda bitta kitobim bor deyapsiz-da, ishlatyapsiz. Yoki he has a dog deysiz-da, biz unda bitta iti bor deb ishlatyapsiz. Yoki we use ga nisbatan they have some apples deb bemalol ishlatyapsiz. Ko'rasizmi? Mana shu holatlarda esa biz ya'ni have got has gotni emas, faqatgina have hasni ishlatyapmiz. Mana shu holatlarda farq ekan. Ya'ni British Englishda ya'ni got so'zini ishlatishingiz kerak, ya'ni saqoporoq ya'ni eshitiladi, ammo American Englishda esa I have ya'ni Amerikanlar ya'ni American English ya'ni Australian ya'ni ularni so'zlarni chiroyli chiqarish uchun ishlatadi. Mana shu holatlarda ba'zi bir farqlari bor ekan. Xo'p. Endi bu esa darak shakli, ya'ni bu qaysi holat ekan? Ya'ni darak shakli. Darak, ya'ni affirmative deymiz, affirmative. Xo'p, affirmative shakli. Esdan chiqarmang. Xo'p, keyingisi. Endi bizda ya'ni so'roq yoki inkor shakli. Birinchi navbatda inkor so'zini ishlatamiz. Ya'ni inkorda bilasizki, ya'ni negative deymiz, inkor shakli hisoblanadi. Negative forms hisoblanadi. Endi buni ya'ni American Englishni ishlatish qoidasi qanaqa? I bo'lgandan keyin buni asosiy formasi bor, ya'ni subject deylik, subject plus don't yoki does not have plus ya'ni noun ishlatishingiz mumkin. Mana shu formulasi ekan. Endi qarang, subjectni bilamizki I don't have. Qarang, do, don't, doesn't dan keyin fe'lning birinchi shakli has emas, endi have ishlatishimiz kerak ekan. I don't have ya'ni menda yo'q. I don't have an apple. Manda bitta olmam yo'q deyapsiz, yoki he does not have. Endi aytishingiz mumkin. Ustoz, bu yerda nima uchun has emas, have deyapsiz? Chunki bu yerdagi has ya'ni s'ni bu yerga does ga jo'natib o'rganganimizdan keyin dars yordam shaklida ishlatyapmiz. Mana shuning uchun biz does shaklini qo'yapmiz. Va fe'lning o'zi shakli bo'lyapti. Chunki has bo'lgani uchun biz o'zining birinchi formasi bo'ladigan bo'lsa, bu have hisoblanadi. Masalan, he does not have bo'ladi. Hech qachon esdan chiqarmang, hech itga nisbatan ya'ni don't does not ishlatamiz. Ishlatmaymiz. Faqatgina does notdan keyin ya'ni yana fe'lning birinchi shaklini have ishlatishimiz shart ekan. He doesn't have a dog. Misol unda bitta iti yo'q deymiz. She does not have an umbrella. Manda unda bitta zontigi yo'q. It does not have unda hop a tree deyilgan yoki it doesn't have a nima deymiz? It doesn't have xohlagan so'zimizni ishlatishimiz mumkin. Ya'ni unda biz uchun shaxsga nisbatan yoki shaxsga nisbatan ishlatmaysiz. Itni hech qachon esdan chiqarmang. Faqatgina itni narsa buyumlarga, hayvonlarga, jonsiz narsalarga nisbatan ishlatasiz, esdan chiqarmang. Biz uchun hayvonlar bo'ladigan bo'lsa, biz uchun nima bo'lishi mumkin? Mushuk deyishimiz mumkin, holsiz sichqon bo'lishi mumkin, holsiz mol bo'lishi mumkin. Uni it doesn't have a tail deyilgan bo'lsa, ya'ni unda dumi yo'q. Ya'ni biron bir it jonivorga nisbatan ishlatyapmiz. We don't have
we don't have bizada misol uchun cat deylik mana. Mana bizada bitta itimiz yo'q. Endi aytishingiz mumkin. Ustoz, bu yerda we don't-dan keyin have ishlatamiz, ammo lekin cat deyapsiz. Ya'ni endi o'ylab ko'ring. Bitta shaxsda, misol uchun biz deyapsiz, siz bilan singlingiz bo'lishi mumkin, siz bilan opangiz bo'lishi mumkin, sizni do'stingiz bo'lishi mumkin-da. Siz biz deb olasizda, bizda bitta misol uchun mushugimiz yo'q deyishingiz mumkinmi? Ana shu holatda birlik ishlatishingiz mumkin ekan. Bu muammo emas. Asosiy gapning bizada urg'u bu tomonga beradi. Ko'rasizmi mana? Mana shu shaklga e'tibor berishingiz kerak. Chunki ana shu shakl to'g'ri bo'lsa, u tomoni ko'plik ishlatasizmi, birlik ishlatasizmi farqi yo'q, ketaveradi. You don't have a bat. They don't have a rat. Ularda bitta sichqoni yo'q deyapmiz. Bu yerda inkor shakli bo'lyapti. Xo'p, endi so'roq shaklida-chi? So'roq shakli. Ya'ni so'roq deyapmiz. So'roq shakli, ya'ni biz deymiz question form. Ya'ni so'roq shakli. Endi so'roq shaklini biz bilamizki, ya'ni formulasi qanaqa edi? Do yoki does plus subject alhamdulillah men borzu. Hop, endi subject hop, subject plus ya'ni yana have ishlatamiz, esdan chiqarmang, plus keyin noun ishlatamiz. Xohlasangiz ko'plikdagi plural ishlatishingiz mumkin, xohlasangiz birlikdagi farqi yo'q. Endi do. Endi do'ga nisbatan bilasiz, do I have a bag? Endi so'roq shaklida so'roq belgisi qo'yamiz. Does he have a rat? Hop. Does she have a phone? Deyapmiz. Hop. Does it have a tail? Hop. Does we have aytamiz, xohlasangiz ko'plik, xohlasangiz birlikda ishlashingiz mumkin. Endi bu yerda sum emas, chunki sumni faqat biz dara gaplarga ishlatardik, anyni esa so'roq va inkor gaplarga nisbatan ishlatamiz. Does we have any books deb ishlatamiz mana. Esdan chiqarmang. Hop, does you have a pen? Deylik. Farqi yo'q. Xohlang birlik, xohlang ko'plik ishlating. Does they have a dog? Mana. Ko'rasizmi? So'roq shakli esa bu holatda bo'ladi. Endi savolga javob berishdi, qarang. Yes deydigan bo'lsa, yes, I. Yes, I have. No, I have not bo'ladi. Ko'rasizmi? Mana shu shaklda ishlatasiz. Yes, he has. Uzr. Ming bor does ishlatasiz. Uzr. Men bu yerda have qo'yibman. Does, uzr. To'g'rilab olaylik. Savolga javob berayotganda yana qayta doesdan foydalanasiz, aytgancha. Hop, no, he does not ishlatamiz. Ko'rasizmi? Keyingisi esa xuddi shu shaklda ketaveradi. Endi men sizlarga we usini qarang. Yes, we do. No, we don't bo'ladi. Ko'rasizmi? Don't bo'ladi. Keyingisi you ga bo'ladigan bo'lsa, yes, you do. No, you don't bo'ladi.
don't bo'ladi. Yes. They do. No. They don't bo'ladi. Mana ko'rasizmi? Yana shu shaklda esa biz so'rov shakli va javob shaklini berar ekanmiz, hurmatli o'quvchilar. Mana shu shaklda biz uchun eng kerakli bo'ladigan narsa quyidagi, ya'ni so'rov shaklini formulasi